Keyin bolam nima muammo? Bemorlaringiz sizga sovg'a olib ketdi, shularni bir syomka qilib olib qo'yamiz bemorlar iltimosiga binoan. Bu doktorlar pora olmaydi-yu, nimaga sen olib kira olyapsan bolam? Mana endi. Xo'p, nima? Aya, bu mengami bu? Ha, siz aytgan. Voy, bo'pti. Bu qayerdan olib keldingiz buni? Turkmanistonda. Turkmanistonda mana bizga milliy kiyimlar o'tkazib olib keluvdi ayam, kiyganman. Mana bu safar nihoyatda chiroyli Nike kompaniyasiga olib keldi va bu yerda Turkman shokoladlari. Juda xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Rahmat katta. Bugun ish kunim emas, lekin sovg'a oladigan kunim ekan. Ertalabdan beri 5 marta sovg'a oldim va buni aka sizlar olib keldinglarmi? Jizzaxda olmasa. Rahmat katta, Alloh qo'llasin. Duo qilib qo'yaman. Hamma shifo topsin, lekin biz poraxo'r doktor emasmiz, so'raganimiz ham yo'q. Lekin o'zlari olib keldi, buni bemorlarga tarqataman, kiyim o'zim razmerimga o'zim kiyib olaman. Qolganlarda demak, shu savobi buyuk bo'lsin, hamma shifo topsin. Qo'limizdan kelgancha sizlarga imtiyozlar ham qilib beramiz. Alloh hamma shifosini bersin. Turkman bemorimiz ancha ahvoli og'ir, 100%lik miyasi 100% yo'q va biz bütün dünya bo'yicha shu 100% miyasi yo'q bemorlarga 10 kunlik imtiyozli bepul davolanish taklif qilgandik va bular demak bepul davolanishga ham o'zi pul to'lab kelibdi, chunki bir safar davolanib yaxshi natija bo'ldi va sovg'alar bilan dedi va biz xursand bo'ldik. Va nima bo'ldi, yo'lda kelayotganingizda nima deyishdi? Aytavering. Foydasi yo'q doktorga borasiz dedi. Foydasi yo'q doktorga boradi. Haqiqatda bizga 80-90% chet elliklar keladi, chunki o'zbeklarni mentalitetini ko'pincha tushunmay qolasiz. Shu bir kelganda yaxshi qor deydi, bir kunda yaxshi qor deydi va ko'pincha shu chet el fuqarolari bilan ishlashda demak ko'proq harakat qilamiz, lekin Toshkentdan, Samarqanddan, O'zbekistonning katta shaharlaridan ko'p. Mahalla ko'rga ham juda ko'p foydamiz tegadi, lekin hozir shunaqa bo'lib qolganki, taksistlar ham qaysi klinikaga bemorlar borsa, ularga ham demak bonus bor. Shuning uchun bu sizlardan oldin ham ko'pchilik aytishdi, shunaqa kelyapti doktor, u klinikaga olib bormay, boshqa klinikaga olib boray degan holatlar bo'ldi dedi. Lekin bir bemorimiz aytib beraman, Samarqandlik. Bu avval ham bo'lganda, hozir ham yaqinda bo'ldi. Epilepsiya bo'yicha davolangan keyin bizda yotib davolanib ketganman deb o'ylagan, lekin boshqa joyda davolangan. Boshqa xususiyda men o'sha odamman deb davolagan. Bitta nimamiz bor, o'sha Toshkentlik professorimiz. Qozog'istonga borib, biz o'sha odamman, u odam meni shogirdim degandek gap so'zlar qilib davolab kelgan ekan. Bemorning ahvolini keyin o'zimiz sog'aytirib qo'ydik. Va keyin ketgandan keyin bir oydan keyin shu yaxshi natija bo'lmadi deb telefon qildi. Keyin bilsak bizga kelmagan ekan. Lekin bizga kelaman deb boshqa klinikaga davolanib ketgandan keyin ikkinchi marta chaqirib o'zimiz davolab qo'ydik. Hozir xursand. Taksisini topolmadi lekin. Shunaqa. Xo'p. Sizlarda ham gidrosefaliya. Ikki gidrosefaliyani qog'ozlarini olib kelinglarchi. Qani endi tomografiyalar bormi? Beringlar tomografiyalar. Ikkovlarini ham olib kelinglar. Qani bugun dam olish kunimiz, lekin chet eldan kelgan, uzoqdan kelgan bemorlarni biroz qabul qilyapman. Tak, tomografiyasini beringchi, rasmlari. Bizlarga Abdullayeva. Firzaxon, Abdullayeva tomografiyasini ko'raylik. Ha, bo'ldi, bularga qilib bo'ldi. Bo'ldimi? yo'q, olgan yo'q. Abdullayeva narigilarniki. Tomografiyasi kerak. Tomografiyasi bormi? Ham 100% miyasi yo'q bemorimiz. Ha? Bemor o'zini ko'rsat, ayasini ko'rsatsin. Bular Turkmanistonlik bemorimiz. Turkmanistonning qayerida? Tashavvus viloyatida. Ko'rdingmi? Hurmatli bemorlar, demak, obunachilar, Xudo xolasa bemorlar uchun jon kuydirib ishlaymiz. Alloh qo'llasin.